Muhabbatni o'yin o'rnida ko'rishga, boshqalarga xohlagancha o'tinib berishga bo'lmaydi qizim. Buningda bir umr azob tatadigan gap. Lekin oppa, Asiya opam ishqinglar do'st bo'lgan bilan biz degan ochi singil, bir dadaning qizlari. Men endi Po'latni qabul qilolmayman oppa. Dana oppa, men zodi qanday qilaman? Qanday qilsam yaxshi bo'ladi? Opamga esilib yana yig'ladim. Bugun uning bag'rida yana bir qitim qong'icha yig'lab oldim. Atsa opam uyga berib kelay deb ketdi. O'zim yolg'iz darsga bormay bir kun o'ylanish orqali bu yerdan ketishni loyiq topdim. Chunki men bu yerda turib olsam, tag'am bilan opam tanglikda qoladi. Po'latmo tavrinib qoladi. O'zimmi texmi azoblanaman. Achamning o'qishimi putay deb qoldi. Navada u rastilla Po'lat bilan to'y qilib qolsa, mening bu ishlarga yuzlangudak. O'z achamning suygan odamim bilan to'y qilganligini ko'rgudak jasoratimmi yo'q. Po'lat bilan orini ochiq qilish uchun kechda uni izlab bordim. Biz men turayotgan uyga yaqin yerdagi bog'chada ko'rishdik. U bakli judab ketgan bo'lib, mendimmi bakarak azoblanayotganligi aniq edi. Meni ko'ribla, uning ko'zlariga yosh keldi. Biroq chandurmaslikka tirishdi. Men uning bilan uzun paranglashib tursam, niyatimdan yenib qilishimdan ansirab, avval gap boshladim. Bizning ishimiz mush yerda tugasin Po'lat. Mening siznimi, o'zimnimi qiynig'im yo'q. Bu nima deganingiz? Acaba bir-birimizdan ayrilsak, qiynalmay yashaydi ekanmiz-da. Yo'q. Men undaq demoqchi emas. Sizning ocham ishkimizning o'ttirsida tanglikda qolganingizni ko'rgim yo'q. Ham o'zimningmi bu ishlarga yuzlangudak jur'atim yo'q. Menga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi o'g'illar. Menga ishinim. Bu ishning qanday ishligini cho'qim aniqlab chiqaman. Navada o ocham bo'lmay boshqa biri bo'lgan bo'lsa, men cho'qim sizga ishonishni, sizga vaqt berishni, siz tarafda turib, sizdan voz kechmaslikni tanlaydim. Biroq o degan mening ocham, o'z ocham. Uning bilan qanday bo'lib ketishingiz bilan ko'rim yo'q. Bizning ishimiz endi mumkin bo'lmaydi. Bilamsiz. Po'latning bayatdan beri chandurmay turgan yeshi mana amdalikda to'kilishga boshladi. Yo'q Gulnaz. Men sizsiz yashayolmayman. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Bu umrimda faqat sizni so'yaman Gulnaz. Ish bu yerga yetganda bo'ldi qilaylik Po'lat. Navada o ocham bo'lmay boshqa har qanday biri bo'lgan bo'lsa, men o'ylashib baqatdim. Hatto bolani tug'ib bergan taqdirdami beqishga rozi edim. Lekin o degan mening ocham. O'ylashib o'ltirg'idak yeri yo'q. Men gapimni deb bo'libla ketish uchun orqamga burildim. O keynimdan meni chin quchoqlab oldi. Yo'q, ketmam. Meni tashlab ketmang Gulnaz. Meni kechiring. Meni kechiring. Ikki qo'lim bilan uning qo'llarini ajratdim. Mayli qandoqligi bo'lmasin, baxtli bo'lishingizni umid qilaman. Cho'qim yaxshi yashang. Aman bo'ling. Men keynimga qarmay ketdim. O joyida o'ltirganicha qo'llari bilan tashlarini qamallab, xuddi kichik boladek o'ksib yig'lab ketdi.
Gerçi onun bu halığı çıdımasam mı? Bırak kendimge qarashqımı petinamadım. Hayri hoş Polat. Aman bolun. Sizni мәңгі suyman. Uyga kelibla narslarini yig'ishtirdim. O'ylag'inimdek yig'ishtirib bo'p tursam, apam keldi. U akagan tomoqni yeb, birdan paranglashgandan keyin apamga bu yerdan ketmoqchi bo'layotganligimni dedim. Ketaman deyotamsiz. Nemishqa? Shu tapda ko'nglim bekli yerim. Mening bu yerdan ayrilib, bir mazgil kallamni aram og'izg'im bor. Yo'q, men qo'shilamayman. Sizni aran deganda topsam, yana ayrilishga qandoq chidayman? Polat bilan ko'rishgingiz bo'lmasa, ko'rishmasingizlar bo'ladi-ku. Bizning uygimi bormi? Men sizga boshqa yerdan uy tepib beray. Sizni men izday qizim. Sizni kunda ko'rib turay. Apam xuddi men hozirla ketadigandek qo'limni ching tutib yig'lab ketdi. Apamga qarab, menmi o'zimni tutolmadim. Meningmi sizdan faqatla ayrilg'im yo'q, appa. Biroq men bu yerda tursam, Polat texmi azoblanadi. Onun nima qilarini bilmay, och-singil ikkimizning o'ttirsida qiynalgan holatini ko'rgim yo'q. Balkim bu yerdan vaqtliq ayrilish hammaylar uchun eng yaxshi tanlash bo'lishi mumkin. Men bekla charchadim, appa. Gulmira mening ocham. Polat mening sevgilim. Siz Polatning o'gay opasi. Men sizning o'z qizingiz. Bu murakkab munosabat meni bekla charchatdi. Bekla charchatdi. Mening bir mazgil tinch aram og'im bor. Ma'quldan appa, bo'lamdi. Canım qizim, mening bechora qizim. Apam meni bag'riga besib, shundoq ochiq yig'lab ketdi. Bugunmi yana mening qishimda qo'nib qoldi. Biz kechacha uxlamay paranglashib, tong atqizdik. Atsi men opam bilan xo'shlashib ayrildim. Menish oldida u menga qayta topilib, o'ziga telefon qilib turishimni aytdi. Men Udul poyezd stansiyasiga berib, yurtga mangdigan bilet oldim. Men opamga bu shahardan ketmaslikka, biror yerda ishlab turishga ma'qul bo'lgan. Mening yanala yurtimga ketkim keldi. O'zim biladigan, tushunadigan shu yerda yanala ko'nglim xotirjam bo'ladigandek his qildim. Apam epbergan telefonni chamadonga sep qo'yib, o'zimning burunqi telefonimga so'zlashish kartamni selib telefonni aytib Yurtimga kelgandan keyin Nahiya bozoridan bir uyni ijara elib, muvaffaq xizmat izlashga boshladim. Oxiri bir oila elektr saymonlari do'konida xizmat topdim. Oyligimga 1800 yuan beradi. İşte bir vaqt qo'sig'imni boqatdi. Uyning ijarasini to'lasamla, uningdan boshqa ancha ko'p chiqim topmaydim. Pul xarjlashga muroyim yo'q edi. Mangdigan chig'imda opam 5000 yuan bergan bo'lib, u pulni shu peti saqlab qo'ygan edim. Mana hozir bu yerga kelganimga yarim yilcha bo'lib qoldi. Opamga men Urumchida bir uy jihozlari do'konida ishlayapman deb qo'ydim. Lekin har qancha so'rasimi aniq o'rnimni deb tamadim. Keyin so'ramas bo'ldi. Balkim u meni Polatga deb qo'ydi deb demayotdi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yarim yildan buyon haftada 2 qatim telefonni ochib, opamga telefon qilib etibla yana etib etdim. Bu yerga kelib, boshqa karta bejarib, 100 yuanga bir dona konopkalik telefon setib olib, shu telefonni ishlatib o'tdim. Yangi nomerimni hatto opamni bilmaydi. Bugunmi o'xshashla telefonni ochib, opamga telefon qilib olib etib deb turatdim. Kayni-kaynidan qisqa uchurlar kelishga boshladi.
odatda uchurlarning hammasi degidek Po'latdan keladigan bo'lg'ashqa o'zimmi tavrinib qilishimdan, Po'lat bilan paranglashib qilishdan ansirab, birsinimi ko'maytdim. Biroq bugun bu uchurlarning orasida Asiya opamning telefonidan kelgan uchur diqqatimni qo'zg'adi. Gulnaz acha, men Ilhom. Opam qatnash hodisasiga uchrab, hozir noyilik doktorxonada jiddiy qutqizilyotdi. Gulmira achamga telefon qilsam olmadi. Men bak qo'rqyapman acha. Men bak qo'rqyapman. Uchurda mushular yozilgan edi. Vaqtiga qaradim. Bu uchur 1 soat burun yozilgan ekan. Men uchurni ko'ribla telefonni yana etib etib, hozirgi telefonimda Asiya opamning telefoniga telefon qildim. Voy, yaxshimisiz? Ilhom, bu men. Opam qandaqroq? Acha, opamni operatsiya qilyotdi. O shig'lamsirab turib shundoq dedi. Bildim ukam, qo'rqmang. Men hozirla boray. Ilgari u meni uydan chiqarib atganda, uningga shunchalik o'sh bo'lib ketgan edim. Hatto menga burun qilganlarim shurikimda saqlaqliq edi. Biroq bugun nemishqikin yanala uningdan ansirashga boshladim. Telefonni qo'yibla taksi to'sib doktorxonaga qarab mangdim. Operatsiya uyining oldida enim bir saqchi, yana 2 er kishi turadi. Men kelgandan keyin bildimki, bir yosh yigit haraq ichib mashina haydab, 3 chaqliq toksiklet bilan bozordan uyga ketayotgan opamning keynidan kelib so'qib yetibdi. U 2 er, uning dadasi va cho'ng akasi ekan. O'zining yarsi bak eg'ir bo'lmag'ashqa yotoq elib chiqib ketibdi. Men kelib 40 minutdan keyin doktorlar chiqib opamning ahvolini deb berdi. Uning deyishicha, opamning so'l putining yo'ti qismidan sunib ketibdi. Belning ustixon daz ketibdi. Mengisi yenik darajada silkinib ketibdi. Hayotiga xavf yetmaydi ekan. Buni anglab bir oz xotirjam bo'ldik. Saqchimu ahvolni xotirlagandan keyin ati tushdan burun har 2 tarafning nahiyalik qatnash saqchi idorasiga berishimiz kerakligini aytib ketib qoldi. Apam yalg'iz qiz bo'lib, dadamdan ajrashgan vaqtda ota-onasi tugab ketib, aqllari yaxshi muomala qilmag'ach, dadam bilan yenishgandan keyin ancha berish kelish qilmaydi. Shunga bugungidek kundimi bu yerda o'g'lidan boshqa hech kim yo'q. Onunga yanala ichim og'riyotdi. Apam odatga yotoqqa chiqib o'shiga kelgandan keyin enim ikkimizni ko'rib, ko'ziga yosh oldi. Biroq gap qilolmadi. Bugun shanba bo'lg'ach, enim uyda ekandiq. At kashda ondan maktabga boradigan bo'lg'ach, kecha uxlamay opamga birga qaradik. Atsi opamning ahvoli xili yaxshi bo'lib, azroq shogirich ichib nashta qilgandan keyin "Hozir nada turyapsan?" deb so'radi. Qaraganda ocham ikkimizning o'rtasidagi ishlardan xabar topgan bo'lsa kerak. Men mushu nahiya bozorida bir uyni ijaraga elib, shu yerda turyapman. Bir oila elektr saymonlari do'konida ishlayapman. Opang bilmaydigan o'xshamamdi. U meni texi o'rimchida deb qaraydi. Opam boshqa gap qilmadi. U nimami deyalaydi? Ocham uning o'z qizi tursa. Haras, bugun bizni qatnash saqchi idorasiga beringlar degandi. Shundaqmi? Amsa sen berib kel. Ularga deb qo'y. Davolanish pulini to'lasila, boshqa talabim yo'q. Hayot qog'inning o'zi cho'ng ish. Hammamiz dehqon haq emasmi? Ma'qul. Bizning paringimiz shuning bilan oxirlashdi. Men qatnash saqchi idorasiga bordim. Enim opamga qarab qoldi. Ishlarni opam degandek tugatgandan keyin qaytib keldim. Opam doktorxonada yotgan bu bir haftadan buyon men uyga berib baxmadim. Gerçi bir-birimizga ortiq gap qilishmasaqmi, biroq men yanala uning yanida holidan xabar oldim.
u mening talabim bo'yicha ochamga qishida mening baliqimni demadi. Ochammo sizni kim beqiyotidi deb so'ramadi. Qaraganda uning vafodorligi shunchalik bo'lsa kerak. Opamning bel qismimi zaxmlangan bo'lg'ashqa o'ltirolmaydi. U doktorxonadan chiqqandan keyin o'zimning ijara olgan uyimga akeldim. Menmi ishlamadim. Uni har soatda bir qitim o'raytdim. Yuz qo'lini yutdim. Chechini asta yuvib taraytdim. Tomoqini yegizatdim. Kiyimlarini almashtirib, tardini to'katdim. Barbara xeyli paranglashadigan bo'ldik. Enimmo har shanba yakshanba dam ilishida mushiyagili keladigan bo'ldi. 1,5 oydan keyin uning bel qismi saqiyib o'ltiralaydigan, o'zining hojatidan o'zi chiqalaydigan bo'ldi. U o'zi g'asitaynib mang'idak bo'lganda, men uyga ancha jiroq bo'lmagan bir oshxonada ishladim. Kunduzi 2-3 qatim kirib uni yo'qlab chiqatdim. Shunday qilib biz bir uyda yana to'p-to'g'ri 7 oy birga turdik. Bu jarayonda uning doktorxonadan sirtqi barliq chiqimlari, hatto inimning turmush pullaridan tatib men ustimga oldim. U musallamaza saqaydi. 7 oy jarayonida ocham bir qitimma kelib qo'ymadi. 2 haftada bir qitim telefon qilib ahvol so'rab qo'yatdi. Apam bilan inimmo uningga men to'g'riliq hech narsa demadi. Inimmo men bilan xeyli ichakishib ketgan bo'lib, maktabdan kelsila acha desa acha deb keynimdan chiqmaydi. U saqaygandan keyin biz burunqi uyimizga qaytib keldik. Biroq u yanala ig'ir ish qilsa bo'lmaydi. Shunga uningga kichikroq bir turlik mallar do'koni ochib berish uchun uningga maslahat soldim. Sen menga do'kon ochib bermoqchimi? Ajab bundaq o'ylab qopsan-ku. Siz tehi andala saqaydingiz. Ig'ir ishlarni qilsangiz bo'lmaydi. Bizning uyning atrofida do'kon yo'q. O'rnimi ko'cha eg'izida. Shunlashqa darvozaning yonidagi uyni o'zgartib, bir turlik mallar do'koni ochsangiz, sodingiz yaxshi bo'ladi. Bu uyni qamdab ketalaysiz. Endi etiz eriq ishlarini qilmang. Lekin helimo sana bek ko'p jafo soldim. Yana bu do'konni echish uchun xeyli jiq pul ketdi. Buningdan andish qilmang. Avval uyni o'zgartayli. Angacha men do'konning rasmiyatlarini bejiray. Rahmat sana. Tunji qitim uning og'zidan rahmat degan gapni anglayotdim. Sal beab his qilgan bo'lsam-mu, biroq yanada xush edim. Nimaga rahmat deysiz? Bir uyning odami tursak, bu degan qilishga tegishlik ishim. Ochangning-mu, sening 20 mingchilik aqli bo'lgan bo'lsa,